9999 oltin. Maksimal miqdorni olganiga ishona olmay, Julining baffini olishga arziydiganligini angladi. Endi oltini 16249 ni tashkil etdi va allaqachon epik buyum olishi mumkin edi. Lekin tizimini yopdi, chunki kerakli buyum 2 hafta ichida chiqarilishini bilar edi. Uni saqlab qo'yishga qaror qildi. Binoga qaytgach, kvartiraga kirdi va ukasiga qaytganini aytdi. Ukasi darhol oldiga yugurib kelib, uchrashuv qanday o'tganini va qiz do'sti bilan bo'lganmi deb so'radi. Safsatalarni to'xtatishni so'radi, lekin ukasiga hech bo'lmaganda tushlik qilganmi deb qo'ydi. Keyin o'tirib, qora loviya nootli buyurganini aytdi. Hech narsa maxsus bo'lmasa ham, uzoq vaqtdan beri yeyishni xohlayotgan edi. Bosh qahramon bu haqda o'ylanib qoldi. Hammasi o'zgarishidan oldin ular qiyin vaziyatda bo'lganiga hali bir oy ham bo'lmagan edi. Bitcoin investitsiyalari 105 millionga ko'tarilganini va avvalgi urinishlardagidek 2 hafta ichida keskin tushishi mumkinligini bilar edi. Shuning uchun bu sodir bo'lishidan oldin pulni yechib olish qiziqarli bo'ladi. Haydovchilik guvohnomasini olish kerak edi. Yozma imtihonga bordi va o'ylab qoldi. Chunki bu imtihonni regressiyalarda o'nlab marta topshirgan. Shunchaki tasodifiy topshirib ketdi. Imtihon oluvchi uning shunchalik erta turganini payqab, nima bo'lganini so'radi. Tizimni tekshirganda esa hayratda qoldi. Bu odam juda kam vaqt sarflaganiga qaramay 95 ball to'plagan edi. 4 kundan keyin litsenziyasini qo'lida ushlab, ukasiga maqtandi. Regressiyalarni hisoblasa, juda ko'p yoshda bo'lishi kerak edi. Keyin Lamborghini Aventador sotib oldi. Tanlashda hech qanday muammo bo'lmadi. Chunki boshqa regressiyalarda ham xuddi shunday tanlov edi. Har safar sotuvchi bilan mashinaning importi haqida muzokara qilish kerak edi va mashina yetib kelishi uchun kamida 1 oy kerak bo'lardi. Sotuvchi esa har safar juda xursand edi. Axir bu xariddan katta komissiya olardi. 2 hafta o'tgach, Rayum bitcoinlarini sotish vaqti kelganiga qaror qildi. Ukasi yuzidagi makkor nigohni ko'rib, "Nima bo'ldi?" deb so'radi. Barcha bitcoinlarini sotganini va jami 300 million ishlab topganini aytdi. Ukasi bunga ishona olmadi. Lotereyada 60 million yutgan edi. Endi esa 300 million bo'libdi. Rayumni bitcoinga buncha pul investitsiya qilishdan to'xtatishga urinishini ham esladi va bunday yuqori daromadli bo'lishini hech qachon tasavvur qilmagan edi. Bosh qahramon shuncha pul topishini o'zi ham bilmaganini tan oldi. 60dagi regressiyalarda eng ko'p 280 million topgan edi. Bu safar esa qo'lidagi bilan to'xtashini aytdi. Ukasi bu qarordan xursand bo'ldi. Endi hamma narsani yo'qotish xavfi yo'q, toki bosh qahramonning aksiyalarga investitsiya qilishni boshlashini eshitguncha. Bu gapdan ichayotgan choyini tupurib yubordi. Ukasi aksiya investitsiyalari haqida nima bilishini so'radi, lekin bosh qahramon xavotir olmasligini aytdi. Chunki barchasini tushida ko'rgan. Ukasi yana bir bashoratli tush ko'rganmi deb so'radi va u ha deb javob berdi. Bosh qahramon ukasining xavotirlarini tushunadi, lekin kelajakda nima bo'lishini ko'proq yoki kamroq biladi. Investitsiya qilish kerak bo'lgan kompaniya Kodak reytingida 85-o'rinda, taxminan 900 million qiymatida. Heavenly Demon Consulting nomli korporatsiya. Bu kompaniya Geong Lotk nazorati ostida ekanligini va hali o'z choqqisiga chiqmagan bo'lsa-da, 4-raund atrofida maxsus tizim ishlab chiqishi va ulkan o'sishini bilar edi. Investitsiya qilmaslik uchun hech qanday sabab yo'q. Agar Geong Lotk bilan sezilarli aloqaga erisha olsa, asosiy investorlardan biri bo'lib, katta ustunlikka ega bo'ladi. Shuning uchun 280 million investitsiya qilishga qaror qildi va 31% egalik ulushini oldi. To'satdan pichirlab iltimos degan ovoz eshitildi. O'girilib qarasa, ukasi bu tushdog'ri bo'lishi uchun ibodat qilayotgan edi. Aks holda ular yana boshiga qaytishadi. Bosh qahramon ichidan kulib qo'ydi. Investitsiyani tugatgach, hayotning bu qismi hal bo'ldi deb o'yladi va endi faqat buyumlarni sotib olish qoldi. O'sha kunning yarim kechasida buyumlar do'konini ochdi. Jihozlar, materiallar, iste'mol buyumlari va oddiy mahoratlar bor edi. Toshagida yotib, aynan shu kun uchun shuncha oltin yigganini o'yladi. Jihozlarni tekshirishdan boshladi. Hammasi oddiy darajadagi buyumlar ekanligini bilar edi. Lekin noyob va epik buyumlarni sotib olish imkoniyati yo'q emas edi. Tizimning kun buyumi opsiyasiga o'tdi. Bu o'yinchi har kuni o'zgarib turadigan tasodifiy buyumni sotib oladigan xususiyat edi. Odatda xohlagan buyumni olish qiyin, chunki qaysi buyum kelishini bilmaydi. Lekin ko'p regressiyalardan so'ng qaysi buyum kelishini bilish muammo bo'lmasdi. Opsiyani bosdi va kun buyumi epik darajadagi skelet marjon ekanligini ko'rdi. 3ta aqlidrok nuqtasi. Har bir mag'lubiyatga uchragan dushman uchun 1% hujum tezligi, raund oxirigacha maksimal 25% gacha, shogird darajasidan va undan yuqoridan foydalanish mumkin. Narxi 4600 va 24 soat davomida sotib olish mumkin. Aqlidrok va hujum tezligini oshiradigan buyum. Ta'siriga qaraganda juda arzon, xursand bo'lib, inventarini ochib, Progress missiyasidan olgan 50% chegirma voucheriga o'tdi. Bu voucher kun buyumi narxini 50% ga kamaytiradi va keyingi raundgacha amal qiladi. Foydalanib, buyumni chegirma bilan sotib oldi.
Xariddan so'ng 13949 oltin qolganini payqab, qo'rqib ketdi. Buncha oltin qolishini kutmagan edi. Dastlab qolgan oltin bilan oddiy buyumlar to'plamini sotib olishni rejalashtirgan edi. Lekin yana 6000 oltin yega olsa, oddiy mahorat sotib olishi mumkin edi. Va bu mahoratlar hatto jihozlardan ham ustun turadi. 6000 oltinni imkon qadar tezroq olishga qaror qildi. Baxtiga, 3-raundda ko'plab yirtqichlar bor edi. Kun o'tdi va bir mart keldi. Barcha o'yinchilar yana bir bor teleportatsiya qilindi. Hamma o'zini galati his qildi. Bu safar o'rmonda emas edilar va qayerda ekanliklarini aniq bilishmasdi. Joy vayron bo'lgan uylar bilan qoplangan, qandaydir qishloq yoki xaroba edi. Toki qishloq devorlar bilan oralganligini va o'rtasida yorqin kristal borligini angladilar. 3-raundda nima bo'lishi haqida noaniqlik kuchaydi. Bosh qahramon uzoqdan kuzatishda davom etdi. Hamma xavotirda edi. Tanish bo'lmagan joy va nisbatan normal ko'rinadigan yagona odam jungik edi. Bu odamning o'zi allaqachon xavotirli. Odamlar hudud vakili haqida g'ibat qila boshladilar. Life is a documentary laqabli bu yigit to'da rahbari. Black Reaper esa albatta hudud vakili bo'lishi kerak degan mishmishlar tarqaldi. Bir yigit yaqinlashib, jim bo'lishlarini, aks holda Junsik buyruq vakolatini ishlatib oldirishini aytdi. Lekin o'yinchi bu mahoratni faqat 10 marta ishlatish mumkinligini bilgani uchun xavotir olmadi. Gangster baqirib, ahmoqlarga jim bo'lishlarini aytdi. Lekin odamlar endi qo'rqmayotganini payqab, g'ibat qilishda davom etishdi. Yana baqirdi va hamma g'ibatlarini yashirishga majbur bo'ldi. Vakil tobora gazablanib borardi. Barchasi buyruq vakolati haqida hamma narsani oshkor qilgan farishta tufayli, agar u jim turganida, ishlar boshqacha bo'lardi. Shu payt kimdir yaqinlashib, uni salomladi. O'yinchilar bu Tong Min ekanligini angladilar. U boshini Yongsik tomonga ko'tardi, xuddi shu nomdagi todaning rahbari. Shuning uchun uni salomlash uchun kelgan. Vakil u oiladanmi yoki shunga o'xshash narsami deb so'radi. Lekin u yo'q, shunchaki gangster bo'lishni xohlaydigan 20 yoshli yigit. Jung buni jiddiy deb so'radi. Qanday aqldan ozgan ahmoq o'z ixtiyori bilan gangster bo'lishni xohlaydi? Yong Min Jung todasi u doim qo'shilishni xohlagan toda ekanligini tushuntirdi va darhol egilib, umrining oxirigacha xizmat qilishini iltimos qildi. Jungik ichida umrida har xil telbalarni ko'rganini, lekin bunday turdagi birinchi ekanligini o'yladi. Garchi ishtiyoq yoqqan bo'lsa ham, turishni buyurdi. Lekin keyin noto'g'ri ko'rmayaptimi deb so'radi. Vakil sifatida obro'si barbod bo'lgan, hali ham xizmat qilish istagi bormi? U darhol javob berdi. Bu ahamiyati yo'q, uni hurmat qiladi va toda a'zosi sifatida qabul qilsa, boshqalar nima deyishi qiziq emas. Gangster bir zum jim qoldi, lekin keyin hayajon bilan javobni yoqtirganini va uni jinoiy dunyo haqida hamma narsani o'rgatish mas'uliyatini o'z zimmasiga olishini aytdi. Yong Min bu katta sharaf ekanligini tan oldi. O'yinchilar g'ibat qila boshladilar. Yong Min vakil bilan ittifoq tuzganiga ishona olmay, u aqldan ozganmi deb hayron bo'lishdi. Qushlar patlari bilan degan ibora juda mantiqiy edi. Rayum esa uzoqdan kuzatib, ikkalasining ittifoq tuzganidan mamnun edi. Bu uning rejasiga mos kelardi. Shu payt farishta paydo bo'lib, hamma odamlar yigilganmi deb so'radi. U atrofga qaradi va 90 dan kam odam qolganini aytdi. O'yinchilar hayron bo'lib, qanday qilib bunday bo'lishi mumkin deb so'rashdi. Toki tizimga qaraganlarida maqsad relikviyani 3 soat davomida himoya qilish ekanligini ko'rdilar. Va ularning hozirgi hududida jami 4900 ishtirokchi bor. Ulardan 1225 nafari raundni tugatish huquqiga ega. Hamma bosh qotira boshladi. Hali o'ynamasdan qanday qilib ishtirokchilar soni kamaygan. Olivia oylab odamlar juda mayda ekanliklarini, shuning uchun real dunyoda bir-birlari bilan jang qilishgan bo'lishlari mumkinligini aytdi. Bir o'yinchi umidsizlik bilan baqirib, raundni tugata oladigan ishtirokchilar soni atigi 1000 dan sal ko'proq ekanligini va farishtadan bu qandaydir xatomi deb so'radi. Chunki bu deyarli chorak qismga qisqartirilmoqda. U kulib yubordi va ularning hammasini titroq deb atadi. Chunki ular bir narsani unutganga o'xshaydi. U har bir raundda faqat yarmi omon qolishi mumkinligini tushuntirdi. Va hamma oxirgi raunddan omon qolganligi sababli, bu safar faqat chorak qismi omon qolishi adolatli. Hamma vahima qildi. Chunki vaziyat yaxshi emas. U esa yomon nigoh bilan bu adolatdan ham ko'proq ekanligini, chunki hamma 25% ichida qolishga harakat qilishi kerakligini tushuntirdi. Keyin u qal'a darvozalarida har 30 daqiqada uning armiyasidagi yirtqichlar paydo bo'lishini va ularning nishoni qishloq markazidagi relikviya ekanligini tushuntirdi. U jami tortda hujum to'lqini bo'lishini va hamma relikviyani himoya qilish uchun birgalikda harakat qilishi kerakligini aytdi. Relikviyani 3 soat himoya qilish uchun ball beriladi. Agar himoya qila olmasalar, oxirida katta jarima olishadi. Relikviyani muvaffaqiyatli himoya qilishlaridan qat'iy nazar, barcha o'yinchilar ular yengan yirtqichlar soniga qarab baholanadi. U ko'proq yirtqichlar paydo bo'lishini davom ettirdi, lekin ular odatdagi kuchlarining chorak qismiga ega bo'lishadi. Bu hammaga ishni osonlashtirish uchun.
Garchi evaziga oltin va tajriba ham mos ravishda kamaytiriladi. Jung Sik hayajonlandi. Bu faqat imkon qadar ko'proq yirtqichni oldirish masalasi bo'ladi va u oz buyruq vakolati bilan yanada osonroq bo'ladi. Biroq farishta qarsak chalib, ularga bir narsa aytishni deyarli unutganini aytdi. U Life is a documentary o'yinchisi tanlangan vakilmi deb so'radi va u bu qobiliyatni shu raunddan boshlab ishlatishi mumkinligini tushuntirdi. Qo'shimcha izoh berib, hamma bu vakil olsa nima bo'lishini qiziqtirgan bo'lishi kerak deb o'yladi. U agar bu odam yirtqich yoki tabiiy sabablar tufayli oldirilsa, uning o'rni bo'shashini tushuntirdi. Biroq agar boshqa o'yinchi tomonidan oldirilsa, ishlar boshqacha. Bu holatda qotil darhol hudud vakili bo'ladi va buyruq vakolatining barcha onta foydalanishini oladi. Buni eshitib, hamma Jungikka qotillik nigohi bilan qaray boshladi. Barcha tushuntirishlar berilgach, Olivia yirtqichlar 10 daqiqada paydo bo'lishini ogohlantirdi va shuning uchun 3 soat omon qolish uchun birgalikda harakat qilishlarini so'radi. Yomon tabassum qilib, u shunchaki hamma oldida g'oyib bo'ldi. Jung Sik g'azabdan yonib, bu la'nati ekanligini baqirdi. Toki orqasiga qaraganda ba'zi odamlar unga xanjar ko'rsatayotganini payqadi. U o'zini tayyorlab, hammaga hujum qilishlarini aytdi, chunki u birinchi to'lqin paydo bo'lishidan oldin hammasini oldiradi. O'yinchilar uni qo'rqitishga harakat qilib, agar hudud vakili o'rnini olsalar, 10 marta vakolatga ega bo'lishlarini va shuning uchun ular gangsterdan yaxshiroq vakil bo'lishlariga ishonishlarini aytishdi. Biroq hamma yon tomonga qaradi va bosh qahramonning Jungik tomon ketayotganini ko'rdi. Vakil qo'rqib, mashhur Black Reaper nima uchun yaqinlashayotganini so'radi. Bosh qahramon shunchaki gaplashmoqchi ekanligini aytdi. Jung qo'rqqan bo'lsa-da, hech narsadan xavotir olmasligini va agar uni tahdid qilish uchun kelgan bo'lsa, bu muhim emasligini, chunki orqaga chekinish niyati yo'qligini aytdi. Biroq bosh qahramon gapini bo'lib, uning taklifi borligini, hudud vakili hozirda qiyin vaziyatda ekanligi aniq va uni himoya qila oladimi, deb so'radi. Gangster hayron bo'ldi va Rayum uni himoya qilishini, boshqa o'yinchilar unga nishon olmasligi uchun, ya'ni butun vaqt davomida unga hamroh bo'lishini tushuntirdi. Odamlar ishonmay qolishdi. Mashhur Black Reaper vakilni himoya qilish haqida gapiryapti va bu ular ham unga qarshi jang qilishlari kerak degani. Shuning uchun ular qo'rqib, endi nima qilishlarini bilmay qolishdi. Jung Sik buni kuzatib, Reaper kabi odam haqiqatan ham qo'rqinchli ekanligini, chunki odamlarning munosabatiga qarab, taklif jozibador ekanligi aniq, lekin bunday narsa har doim narx bilan kelishini bilar edi. Shuning uchun u evaziga nima istashini so'radi. Bosh qahramon hech narsa emasligini, faqat uning bergan buyruqlariga bo'ysunishi kerakligini va bu yagona shart ekanligini aytdi. Gangster bundan hayron bo'ldi. Bu asosan uning qo'l ostidagi bo'lishni so'rash edi va shuning uchun u nega bunday taklif qilayotganini va raund davomida qanday buyruqlar berishini so'radi. Rayum ikkala sababni ham ochib bera olmasligini, faqat shartsiz buyruqlarga bo'ysunishini so'radi. Jungik o'zini boshi berk ko'chada topdi. Undan korkorona ergashish so'ralmoqda va u nima eshitishini bilmaydi. U hatto rad etsa, kunduzi oldirilishidan ham ko'proq xavotirda. Shu bilan bosh qahramon undan bir marta va butunlay qaror qilishni so'radi. Chunki odamlar javobini kutmoqda va u qo'rqib, taklifni rad etishga majbur ekanligini aytdi. Rayum tikilib turdi, ichida esa bu sodir bo'lishini kutgan edi. Axir, gangster o'z mag'rurligini bunchalik oson tashlab qo'ymaydi. Yaqin atrofdagi o'yinchilardan biri u haqiqatan ham rad etdimi deb so'radi va bu boshqaning buyruqlariga ergashish fikri uning mag'rurligiga teggani uchundir deb taxmin qildi. Bir qiz qilichini tayyorlab, rahbarni ahmoq deb atadi. Mag'rurlik hayotdan muhimroq deb o'ylash uchun. Boshqa bir yigit qo'shilib, u yerdagi hammani past baholayotgan bo'lishi mumkinligini aytdi. Bosh qahramon shunchaki kuzatdi, chunki ishlar uning 60dagi hayotidagi kabi davom etmoqda. Shuning uchun u Jungikka agar rad etsa, hech narsa qila olmasligini, shuning uchun bu haqda qayg'urishni to'xtatishini aytdi. U o'girilib, vakil yashashi yoki olishi endi muhim emasligini aytdi. Bu o'yinchilarni hayajonga soldi. Kuchli Black Reaper bundan buyon nima bo'lishiga ahamiyat bermaydi. Shuning uchun ular muammosiz hujum qila oladilar. Jung Sik sovuq ter bosib, taklifni darhol qabul qilish kerakligini angladi. Shu payt birinchi to'lqin tez orada boshlanishi haqida bildirishnoma paydo bo'ldi va hamma yirtqichlarning paydo bo'lishi va yo'qolishiga tayyor bo'lishni so'radi. 30 daqiqada qancha yirtqich yengilganidan qat'iy nazar, ikkinchi to'lqin boshlanadi. Hamma hushyor edi, chunki ular har qanday holatda relikviyani himoya qilishlari kerak. Raund tugaguniga qadar vaqt 3 soat. Gangster xavotira boshladi, chunki u yirtqichlarga qarshi yaxshi jang qila olmaydi. O'yinchilar esa uning boshiga intilishlari mumkin va shuning uchun u yolg'iz harakat qilishi kerakligini o'yladi, chunki bu shaxsiy missiya. Shu payt u galati narsani payqadi. U bosh qahramonni yolg'iz yurayotganini va uni uylar orasida kuzatayotganini ko'rdi. Kuchli Black Reaper ham yolg'iz jang qilishni rejalashtiryaptimi va bu kirish joyimi deb hayron bo'ldi. U hushyor turdi, chunki birinchi to'lqin haqidagi bildirishnoma keldi va darvoza ochila boshladi.
4900 o'yinchi 9800 zaiflashtirilgan goblinga qarshi. Jung Sik qo'rqib ketdi. Birdaniga deyarli 10 000 yirtqichni ko'rib, raund tabiati tufayli goblinlar asl kuchlarining 3dan 1 qismida ekanligi va tizim hammaning muvaffaqiyatini tilashi haqida bildirishnoma paydo bo'ldi. Vakil yugura boshladi. Buning hammasi jinnilik deb o'yladi va zinapoyaga chiqa boshladi. Nega Black Reaper qimirlamayotganini tushunishga harakat qilib, bu u barcha goblinlarga yolg'iz qarshi jang qilishni rejalashtiryaptimi degani. U kuzatganiga ko'ra, kirish joyi kamida 10 kishi otadigan darajada katta edi. Eshik ochilganda, u bosh qahramon shunchalik ishonchlimi, hamma narsani yolg'iz hal qilishni xohlaydimi, deb hayron bo'ldi. U uyning tepasidan kuzatib, bu shunchaki bluf ekanligiga ishonchi komil edi. U biroz jang qilib, keyin qochib ketadi. Goblinlar darhol hujumga otishdi va bosh qahramon oroqini tayyorlab, ularni ikkiga bo'ldi. Keyin u yuqoriga qaradi va bir nechta yirtqichlar havodan hujum qilmoqchi bo'layotganini ko'rdi. Lekin u ham sakrab, oroqini silkitib, hammasini birdaniga juda osonlik bilan tilkaladi. Jung Sik jangni kuzatib, Black Reaper qanday qilib bunchalik kuchli ekanligini tushunmadi va u 16 darajaga yetganda ham shunchalik kuchli bo'ladimi, deb hayron bo'ldi. Bu oylar orasida u oylab o'tirish vaqti emasligini, tezda daraja ko'tarish yo'lini topish kerakligini qaror qildi. Yon tomonga qarasa, hamma o'yinchilar relikviyani iloji boricha yaxshiroq himoya qilayotganini ko'rdi. U yerga tushdi, chunki u ham bir nechta oldirishni ta'minlashi kerak edi. Shu payt bir goblin unga qaradi, lekin biror narsa qilishga ulgurmay, unga hujum qilindi. Jung Sik hali ham hushyor edi, orqasida dushman borligini bilardi va darhol o'girilib, zarba berdi. U mamnun edi, chunki aniqlash runasi tufayli ular qaysi yo'ldan borishini ko'ra olardi va shuning uchun bu oson edi. Bu haqda zorga o'ylagan edi. Bir narsa uning boshidan o'tib, qulog'ini yirtib ketdi. U hayron bo'lib atrofga qaradi, toki bu oq ekanligini anglaguncha. Lekin u hech qachon goblinlarning oq otganini ko'rmagan edi va bu o'yinchi tomonidan kelganini tushuna boshladi. Shuning uchun u tezda odamning joyini topish kerak. Bu oylar orasida u yaqinlashib kelayotgan o'yinchini payqamadi va qorin boshligiga nayza zarbasini oldi. Bu uni shunchalik gazablantirdiki, nayzani mahkam ushlab, xanjarini tayyorlab, ko'krak qafasiga nishon oldi. Umid qilibki, u bir marta va butunlay olsin. Hujumlari orasida yana bir oq uning boshiga yaqin otdi. Lekin bu safar u oq otish uchun kim mas'ul ekanligini ko'ra oldi. Darhol oqni ushlab, kamonchiga diqqat bilan nishon oldi va uni butun kuchi bilan boshiga tashladi. Jung xavotira boshladi, chunki bir vaqtning o'zida yirtqichlar va o'yinchilar bilan kurashish og'ir edi. Agar u hudud vakili bo'lmaganida, bularning hech biri sodir bo'lmas edi. Uning fikricha, agar iloji bo'lsa, bu ishni darhol boshqasiga topshirgan bo'lardi. Va shuning uchun u Black Reaperning yordamini qabul qilish vaqti kelganmi, deb o'yladi. Lekin tezda fikrini o'zgartirdi. Erkak o'z mag'rurligini saqlashi kerak va shuning uchun xizmatkor bo'la olmaydi, toki u kuchli ko'rinadigan o'yinchi yirtqichlarni tugatayotganini payqamaguncha va bu hududda 3-o'rindagi Black Dragon ekanligini anglaguncha. Buni bilish uni hayajonga soldi va shuning uchun u yaqinlashib, o'z vakolat kuchini ishlatib, Black Dragon, mening o'ng qo'lim, mendan keyin meni himoya qil, deb buyruq berdi. Ayni paytda bosh qahramonning tomonida uning marjoni ta'sir qilishda davom etib, hujum tezligini 25% ga oshirdi. Va shuning uchun u yirtqichlarni xuddi tort kabi tilkalay boshladi. Yirtqichlar birin-ketin yiqilib, uning oldirish soni allaqachon 502 ga yetdi. 3 karra tajriba buffi va atributlarini 100% ga oshirayotgan oldirish runasi faol edi. U atributlar oynasini ochishga qaror qildi va allaqachon deyarli 20 000 oltini borligini payqadi. Bu uni xursand qildi, chunki shu tarzda davom etsa, ikkinchi to'lqin paytida 20 000 ni oladi. Boshqa yirtqichlar tomonidan hujumga uchrayotganda, u mahoratlarni sotib olish uchun ko'proq pul tejashni o'yladi. Agar buni uddalasa, haqiqiy aks ettirish qalbi runasini oladi. U o'girilib yaqinlashayotgan barcha yirtqichlarni darhol ikkiga bo'ldi. Qolganlari shunchalik qo'rqib ketdiki, hujum qilishdan oldin 2 marta o'ylab ko'rishdi. Bosh qahramon sabr-toqati tugab, oldinga yugurdi, chunki dushmanlar qimirlamayotgan edi va o'z qirginini davom ettirdi. Bularning barchasidan so'ng, kristal yaqinida hamma juda baland ovozni eshita boshladi. Bu ularni qo'rqitdi, chunki bu nimani anglatishini bilmasdilar. Shu payt yirtqichlar shunchaki yo'qola boshladilar, tiriklari ham, yerdagilari ham. Birinchi to'lqin blokadasi muvaffaqiyatli bo'lganligi haqida xabar paydo bo'ldi. Hamma buni uddalaganidan yengil nafas oldi. Bir vaqtning o'zida 3933 o'yinchi omon qolgani va 967 nafari olgani, omon qolganlar esa har biri 500 oltin olishi haqida bildirishnoma keldi. Odamlar hayron bo'lishdi, hatto goblinlar zaiflashtirilgan bo'lsa ham, deyarli 1000 o'yinchi olibdi. Qanday holat, U Jung Sekni qidira boshladi, toki nihoyat uni topguncha. U birinchi raunddan omon qolishini kutgandi. Lekin u ikkinchi raunddan omon qolish qiyin bo'lishini ham bilar edi.
Ayni paytda gangster olgan jarohati haqida nola qilib, ko'plab o'yinchilar hatto goblinlarni oldirish haqida qayg'urmay, faqat uni oldirishga harakat qilayotganini anglagach, yanada g'azablandi. Shu payt boshqa bir o'yinchi yaqinlashib, unga hujum qilish uchun sakradi. Lekin Black Dragon va Yong Min tomonidan boshdan urildi. Buni ko'rib u xursand bo'ldi, chunki uning yonida kuchli odam himoya qilmoqda va buyruq vakolati haqiqatan ham ajoyib. Bundan tashqari, u Yong Minni ham yoqtira boshladi, chunki u vakolatni ishlatmasdan ham yordam berayotgan o'yinchi. Shu payt u qorin boshligida qattiq og'riq sezdi va jarohati yomonlashayotganini, ko'p qon ketayotganini angladi va qolgan vaqtda haqiqatan ham omon qola oladimi, deb hayron bo'ldi. U bu vaziyat butunlay chalkashlik deb o'yladi. Lekin o'ziga ishonch bilan to'ldirishga harakat qildi, chunki u har qanday holatda omon qolish kerak. Shu payt hamma bir narsani payqadi. Ikkinchi to'lqin boshlanish arafasida ekanligi e'lon qilindi va 3933 o'yinchi 7866 zaiflashtirilgan goblin va hobgoblinga qarshi. Goblinlar yana bosh qahramonning orqasidan quvib ketishdi, lekin u oroq bilan ularni tugatishda davom etdi. Oldinga orqaga kesib, yirtqichlarga qarshi haddan tashqari qirg'in qildi. Shu sababli bildirishnoma paydo bo'lib, u 20-darajaga yetgani va shogird darajasidan oddiy darajaga ko'tarilgani va kombinatsiya funksiyasi ochilgani haqida xabar berdi. U xursand edi, nihoyat 20-darajaga yetdi va endi do'konda olinmaydigan noyob buyumlarni yaratish uchun kombinatsiya funksiyasidan foydalanishi mumkin. Qanday muhim bosqich. Tizim yangi darajani nishonlash uchun olim belgisi kuchaytirilganini ma'lum qildi. Uning zarari 100% dan 120% ga oshdi. Bundan tashqari, Reaperning eksklyuziv mahorati, olim ritsari ham o'rganildi. Bu mahorat 500 metr radiusga ega, qorong'u energiya chiqarilib, sun'iy ritsar yaratiladi. Sehrgar xohlagan vaqtda mahoratni olib tashlashi mumkin. Keyingi mahorat faqat 40-darajada o'rganiladi. U o'zining Reaper runasiga qaradi. Kunduzi ishlatilsa, qurol zararini 2 baravar oshiradi, kechasi esa hujum tezligini 50% ga oshiradi va dushmanlarning uning borligini sezish imkoniyatini keskin kamaytiradi. U faqat yangi mahorati, olim ritsari, bu runa bilan juda yaxshi kombinatsiyalanishini tasavvur qildi. Shu payt ko'proq yirtqichlar paydo bo'ldi va u ularni kutib oldi, chunki yangi mahoratini sinab ko'rishga ishtiyoqi bor edi. U olim ritsarini faollashtirdi va goblinlar nima uchun qorong'i tushayotganini tushunmay qolishdi, toki ular butunlay zulmat ichida qolguncha. Bosh qahramon ularni birma-bir ora boshladi, ularga javob berishga imkon qoldirmay, chunki o'sha qorong'i tun ichida ularni faqat abadiy orom kutayotgan edi. U hozirgina tugatgan yirtqichlar to'plamiga qaradi, toki ikkinchi to'lqin muvaffaqiyatli ochilganligi va 3343 nafar omon qolgani, 590 nafari missiya davomida olgani haqida bildirishnoma kelguncha. Mukofot sifatida hamma 500 oltin oldi. U yengil nafas oldi va oddiy mahoratlar sotib olib, dam olish kerakmi deb o'yladi. Tizim do'konini ochganda, u to'g'ridan-to'g'ri o'ziga kerak bo'lgan birinchi mahoratga, borliqni aniqlashga o'tdi. Rayum bu mahorat bilan 30 metr radiusdagi barcha nishonlarni aniqlay olishini bilar edi. Yangi mahoratini sinab ko'rgach, atrofda faqat goblin jasadlari borligini payqadi. Shuning uchun uning yangi maqsadi yana 20 000 oltin to'plash edi. 3-to'lqin boshlandi. 3343 o'yinchi 6686 zaiflashtirilgan hobgoblinga qarshi. Jang boshlandi va tezda tugadi. 4-to'lqin boshlandi. 3000 omon qolgan 6000 hobgoblinga qarshi. Barcha o'yinchilar kristalni muvaffaqiyatli himoya qilgach, 4-to'lqin muvaffaqiyatli yakunlanganligi e'lon qilindi. Jung yana 1 soat chidash kerakligini o'ylay boshladi. Agar muvaffaqiyatli bo'lsa, omon qoladi. U barcha 10 ta buyruq vakolatini ishlatganini ham bilar edi. Lekin bu odamlar uni himoya qilsa, hammasi yaxshi bo'ladi. 5-to'lqin e'lon qilindi va bu safar 2700 o'yinchi 10800 zaiflashtirilgan nolga qarshi. U bu safar duch keladigan yirtqichlarning bema'ni sonidan vahima qildi. Ayniqsa ular goblinlar o'rniga nollar edi. Jang boshlandi va vakil xotirjam bo'lishga harakat qildi. Chunki bu rekordni yangilash uchun ham imkoniyat edi. U har qanday holatda ham kuchayishi kerakligini bilib, xavotira boshladi. Uni past baholagan har qanday odamga qarshi turish uchun. Biroq u galati tovushlarni eshitdi va ba'zi qol ostidagilari yo'q qilinayotganini payqadi. Ba'zi o'yinchilar esa yangi vakil bo'lish uchun uning boshini xohlashdi. Jung Sik o'z qo'mondonligidagi nishonlarni odam qalqon sifatida ishlatish uchun tortdi. Lekin bu foydasiz edi. Ular tezda yo'q qilindi. Endi uning qobiliyati ta'sirida faqat bir nechta o'yinchi qoldi. O'zini orab olingan holda ko'rib, u yugurishni boshlashga qaror qildi, chunki endi ov qilish mumkin emas edi. O'yinchilar uni quvib ketishdi. Gangster faqat yana bir to'lqindan omon qolishni xohlardi, toki u oldida Black Reaperni payqamaguncha. U umidsizlik bilan bosh qahramonga taklifini qabul qilishini va uni himoya qilsa,
nima so'rasa qilishini aytdi. U himoya qilish uchun yolvordi. Lekin Rayum qorong'u nigoh bilan buni rad etishini aytdi. Chunki u endi unga nima bo'lishiga ahamiyat bermasligini aytgan edi. Shuning uchun u yashaydimi yoki oladimi, bu unga tegishli emas. Jung Sik umidsizlikka tushdi. Aynan reperning o'zi bu taklifni qilgan edi va nega rad etayotganini tushunmadi. Bosh qahramon hech qanday buyruq vakolatiga ega bo'lmagan xizmatkorga muhtoj emasligini tushuntirdi. Gangster vahima qilib, bu uning foydasiz ekanligini anglatishini tushundi va agar buni oldin bilganida, taklifni ertaroq qabul qilgan bo'lardi. Shu payt u qichqiriq eshitdi. O'yinchilar reper taklifni rad etganini payqashgan. Hamma yengil nafas oldi, chunki ular reperga qarshi nima qilishni bilmasdilar. Lekin endi ular qalblaridagi istaklarni qondira oladilar, chunki gangster yarador edi. Jung xanjarini chiqarib, agar olsa, hech bo'lmaganda imkon qadar ko'proq odamni o'zi bilan birga olib ketishini ogohlantirdi. Shu payt Yong Min paydo bo'lib, "Charchaganmi?" deb so'radi. U yordam berish uchun kelgan. Gangster sherigini ko'rib yengillashdi va agar bundan omon qolsalar, unga juda yaxshi qarashini aytdi. Biroq gapini tugatishi bilanoq Yong Mindan og'ziga musht tushdi va uni yerga uloqtirdi.